bir kitobni deb davlat ishidan ketganman. 2010-yilda bir tergovchi do'stim davlat ishidan ketayotganligini aytib qoldi, ya'ni o'zini ishidan. Men hayron bo'ldim. Zo'r ish-ku deb. O'zim tasavvur qilib yurardim-da, tergovchilik, bankirlik. Keyin u nimaga bu ishdan ketyapsan? Chunki tayyor oyliging bor, chiqib ketishing noto'g'ri-ku dedim. Desam, yo'q dedi. Men bir kitob o'qib chiqdim. Menga qiziq emas. Men biznes qilgim kelib qoldi dedi. Keyin menga ham qiziq bo'ldi. O'sha kitobni bergin dedim. U menga o'sha kitobni bir kun olib kelib berdi. Va o'shani men o'qib chiqdim. Keyin men ham biznes qilishga qiziqib qoldim. Keyin davlat ishidan ketgim kelib qoldi. Lekin moliyaviy xavfsizligimni o'ylab, parallel biznes qilib ko'rdim. Ammo o'sha ishlar o'xshamadi. Nimagadir o'xshamadi. Men o'zimga savol berdim. O'zi bu yerda nima xato qildim, nima xato bo'ldi? Asosiy xatoim bu yerda fokus, diqqat muammosi. Ya'ni bir ishga to'liq diqqat, fokus qaratmasangiz, baribir rivojlanmas ekan. Keyin men ham davlat ishidan ketdim va diqqat bilan biznes qilishni boshladim. Davlat ishidan ketib, fokusni bitta ishga qaratganim ish berganmi yoki bermaganligi bu uzunroq voqea. Xudo xolasa keyinroq aytib beraman. Muhimi fokusni chalg'itmaslik, fokusni bitta ishga qaratish.